Hurmatli teletomoshabinlar, 9-may xotira va qadrlash kuni mamlakatimizning barcha hududlarida alohida tayyorgarlik asosida keng nishonlandi. Shu qutlug' sana munosabati bilan bo'lib o'tgan bayram tantanasida O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev qatnashib, urush va mehnat faxriylarini muborakbod etdi. Hozir e'tiboringizga ushbu tadbirga bag'ishlab tayyorlangan maxsus ko'rsatuvni havola qilamiz. Bugun yurtimizda 2-jahon urushida fashizm ustidan qozonilgan g'alabaning 72 yilligi hamda xotira va qadrlash kuni keng nishonlanmoqda. Ushbu mash'um urushdan vatanimizda biron bir oila yo'q ediki, aziyat va talofat ko'rmagan bo'lsa. Yurtimiz o'g'lonlari o'sha paytda xalqimizga xos mardlik, matonat va jasorat ko'rsatib, fashizm ustidan qozonilgan g'alabaga munosib hissalarini qo'shganlar. Afsuski, ko'plab qurbonlar berilgan. O'zbekning qancha jasurlari olovli maydonlarda o'z ona vatani, kelajak avlodlari uchun jon berib qolib ketganlar. Kimdir farzandidan, kimdir akasi yo ukasidan, kimdir yoridan ajralgan. Qancha davr, qancha yillar o'tmasin, ular xotirasi qalblarimizda abadiy saqlanadi. Urushdan qaytib yurtimizdagi bugungi farovon kunlarimizni ko'rish nasib etgan oilalarimiz, jamiyatimiz fayzi bo'lgan nuroniy otaxon va onaxonlarimiz doimo ulug'lanib, qadrlanmoqdalar. Ularga nafaqat mana shunday bayram kunlarida, balki har kuni alohida e'tibor, izzat, ikrom ko'rsatish davlatimiz rahbari e'tirof etganidek, barchamiz uchun ham qarz, ham farzdir. Bugun erta tongdan poytaxtimiz markazidagi xotira xiyobonida Milliy gvardiyamiz, huquq-tartibot idoralari vakillari saf tortdilar. 9-may xotira va qadrlash kuni tantanali marosimida O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev qatnashdi va barcha ishtirokchilarni qutlug' sana bilan muborakbod etdi. Xotira abadiy, qadr muqaddas. Bu g'oyaning mazmun mohiyatini chuqurroq mushohada qiladigan bo'lsak, xotirlash, qadrlash tushunchalari azaldan xalqimizga xos bo'lib, ezgulikka yo'g'rilgan umum insoniy fazilatdir. Davlatimiz rahbari Motamsaro ona haykali poyiga gul qo'yib, 2-jahon urushida qurbon bo'lganlar xotirasiga hurmat bajo keltirdi. Urushda qatnashib halok bo'lgan biron bir ajdodimizning nomi izsiz yo'q bo'lib ketmagan. Istiqlol yillarida bu borada ko'p ish qilindi. Ularning har biri haqida ma'lumotlar to'plandi. Urushda halok bo'lgan ajdodlarimizning nomlari ushbu kitoblarga zarhal harflar bilan yozib qo'yildiki, toki avlodlar o'z ota-bobolari kim ekanligini, qanday jasorat ko'rsatganliklari haqida adolatli tarixni bilsinlar. 2-jahon urushida fashizm ustidan qozonilgan g'alabaning 72 yilligi hamda xotira va qadrlash kunida belgilangan 2 avlod uchrashuvlari, madaniy tadbirlari Toshkent viloyatidagi Akademik Mahmud Mirzayev nomidagi ilmiy tadqiqot institutining bog'ida davom ettirildi. Shuni alohida ta'kidlash lozimki, bu yilgi xotira va qadrlash kuni Prezidentimiz tashabbusi bilan o'zgacha bir yondashuv, o'zgacha bir ruh bilan o'tkazildi. Erta tongdan ushbu maskan odamlar bilan gavjum bo'ldi. Bayram tadbiriga Qoraqalpog'iston Respublikasi, barcha viloyatlarimiz va Toshkent shahridan aziz va mo'tabar insonlar, buyuk g'alabaga buyuk hissa qo'shgan urush va mehnat faxriylari tashrif buyurdilar. Tabarruk keksalarimiz bu yerda yuksak hurmat va ehtirom bilan kutib olindilar. Hech kim va hech narsa unutilmaydi. Darhaqiqat oradan 70 yildan ko'proq vaqt o'tgan bo'lsa-da, qonli urush manzaralari bu dahshatni boshdan kechirgan har qaysi odam, avvalo mard va jasur jangchilar xotirasidan aslo o'chmaydi. 2-jahon urushi haqidagi tarixiy xotirani tiklash, ota-bobolarimizning jasoratini ulug'lash
va bugungi avlodga yetkazish maqsadida bog' ichidagi maydonda o'sha og'ir yillarning haqiqiy manzaralarini aks ettiradigan okop va blindajlar rekonstruktiv usulda tiklandi. O'sha davrga oid harbiy texnika, qurol-yarog' aslahalari namoyish etildi. Urush qatnashchilari bu manzarani hayajon va ko'zda yosh bilan tomosha qildilar. Bu ta'sirchan ekspozitsiya keng jamoatchilik, diplomatik korpus vakillari, chet ellik mehmonlarda ham katta ta'sirot qoldirdi. Tadbirda O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev ishtirok etdi. Davlatimiz rahbariga bu yerdagi eksponatlar haqida har tomonlama ma'lumotlar berildi. So'z O'zbekiston Respublikasining Prezidenti Shavkat Miromonovich Mirziyoyevga. Assalomu alaykum. Hurmatli bugungi tantanamizda qatnashchilari, muhtaram faxriylar, hurmatli mehmonlar. Avvalam barchangizni 9-may xotira va qadrlash kuni bilan Ikkinchi jahon urushida qozonilgan buyuk g'alabaning 72 yilligi bilan chin qalbimdan samimiy tabriklayman. Siz azizlarga va sizlarning timsolingizda butun xalqimizga o'zimning chuqur hurmat va ehtiromim va ezgu tilaklarimni izhor etaman. Barchamizga ma'lumki, birinchi prezidentimiz muhtaram Islom Abdug'aniyevich Karimovning tashabbuslari bilan 9-may sanasini yurtimizda xotira va qadrlash kuni sifatida keng nishonlash yaxshi an'anaga aylangan. Mana shu ulug' ayyom kunida hammamiz eng avvalo urush maydonlaridan qaytmagan minglab yurtdoshlarimizning muqaddas xotirasi oldida bosh egib, ularning ruhi poklariga hurmat bajo keltiramiz. Ayni vaqtda jang maydonlarida mardlik va jasorat ko'rsatgan, front ortida fidokorona mehnat qilib, bugun oramizda sog' salomat bo'lib yurgan muhtaram faxrlarimizga ta'zim qilamiz. Hozirgi tinch osoyishta hayotimiz, musaffo osmonimiz uchun ularga cheksiz minnatdorchilik bildiramiz. Hech shubhasiz, bu dahshatli urush butun insoniyat qatori bizning xalqimizga ham mislsiz kulfat va yo'qotishlarni olib kelgan. Ikkinchi jahon urushida yuzlab yurtdoshlarimiz Sovet ittifoqi qahramoni unvoniga sazovor bo'ldi. Minglab otalarimiz, bobolarimiz jangovar orden va medallar bilan mukofotlandilar. Xalqimiz front ortida fidokorona mehnat qilib, urush maydonlarida
juda katta miqdorda harbiy texnika, qurol-yarog', dori-darmon, kiyim-kechak, oziq-ovqat mahsulotlarini yetkazib berdi. O'ta og'ir va mashaqqatli yillarda xalqimizning insonparvarlik va bag'rikenglik fazilatlari yaqqol namoyon bo'ldi. El yurtimiz mamlakatning urush bo'layotgan g'arbiy hududlaridan evakuatsiya qilingan turli millatga mansub 1 millionga yaqin bolalar, ayollar va keksalarga boshpana berib, bir burda nonni ular bilan baham ko'rdi. O'zbekistonga ko'chirib keltirilgan zavodlarda keksalar, ayollar, o'smir bolalar tunu kun mashaqqatli mehnat qilgani haqiqiy fidoyilik, qahramonlik namunasi desak aslo xato bo'lmaydi. Bunday misollar buyuk g'alaba biz uchun naqadar qimmatga tushgani, xalqimiz dunyoni fashizm balosidan xalos etishga qanday katta hissa qo'shganini yaqqol ko'rsatadi. Tarixning ana shunday beshafqat va suronli sinovlardan yorug' yuz bilan har tomonlama munosib o'tgan xalqimizga har qancha ta'zim qilsak, har qancha tasannalar aytsak arziydi albatta. Siz muhtaram faxrlarimizning urushdan keyingi og'ir tiklash yillarida qanday buyuk xizmat qilganlaringizni xalqimiz aslo unutmaydi. Sizlarning mardlik va matonatingiz, mehnat, jasoratingiz bugungi va kelgusi avlodlar uchun hamisha ibrat namunasi bo'lib qoladi. Aziz do'stlar, shu kunlarda odamlarimiz yurtimizda barcha viloyat va tumanlarda barpo etilgan xotira maydonlariga kelib, Matomsaro ona haykali poyiga gullar qo'ymoqdalar. Urushda halok bo'lgan o'z yaqinlari, ota-bobolari xotirasini yod etmoqdalar. Bugungi yorug' kunlarga yetib kelgan tabarruk keksalarimiz urush va mehnat faxrlarimizning ziyorat qilib, ularning duolarini olmoqdalar. Buyuk g'alabaning 72 yilligi munosabati bilan poytaxtimizda barcha shahar va qishloqlarimizda ko'plab tadbirlar, urush qatnashchilari bilan uchrashuvlar, xotira marosimlari o'tkazilmoqda. Ayni paytda hammamiz yaxshi tushunamizki, barchamizning tarbiyalab voyaga yetkazgan, hayot yo'llarida bizga tayanch va suyanch bo'lgan sizdek tabarruk insonlar oldida biz doimo qarzdormiz. Shuning uchun ham hurmatli nuroniylarimizga e'tibor va g'amxo'rlikning yanada kuchaytirish, ularning ijtimoiy qo'llab-quvvatlash, jumladan pensiyalarni oshirish, tibbiy xizmat va ijtimoiy maishiy ta'minotini yaxshilash, yolg'iz qariya va nogironlarga davlat ko'magini kuchaytirish bundan buyon ham doimiy e'tiborimiz maqsadida bo'ladi. Bu masala qayerda, qaysi lavozimdan ishlamasin, yurtimizda har bir inson, ayniqsa rahbarlar faoliyatida hamisha birinchi o'rinda turishi, ularning nafaqat vazifasi, balki insoniy burchiga aylanishi kerak. Aziz do'stlar, mo'tabar otalarimiz, mehribon onalarimiz boshimizdagi toji davlatimiz ekanini hech qachon unutmasligimiz kerak. Bu g'animat ko'z ochib yumgancha o'tib ketadigan hayotda ularning qancha qadrlab, imkon qadar umrlarini uzaytirishga qancha harakat qilsak, ikki dunyoda aslo kam bo'lmaymiz. Agar mendan dunyodagi qaysi oila eng baxtli deb so'rashsa, men hech ikkilanmasdan keksalari bosh bo'lib, izzat hurmatga hayot kechirayotgan oila deb javob bergan bo'lardim. Дорогие ветераны, уважаемые гости, я рад сегодня встречаться с вами, сердечно поздравить вас и в вашем лице
весь народ Узбекистана со знаменательной датой, Днем памяти и почестей, 72-й годовщиной победы над фашизмом во Второй мировой войне и выразит вам свое искреннее уважение и самые добрые пожелания. В этот день мы прежде всего отдаем дань памяти тем, кто не вернулся с войны, и всегда будем помнить их славные имена, гордиться их поистине великим подвигом во имя мира на земле. Сегодня мы обращаемся со словами благодарности к вам, наши дорогие ветераны, проявившим подлинное мужество, отвагу и героизм на полях сражений минувшей войны, и тем, кто своим самоотверженным, неустанным трудом приближал победу в тылу. Низкий поклон вам от имени всего нашего народа за сегодняшнюю мирную, спокойную жизнь, чистое небо над Родиной, беззаботное детство наших детей и внуков. В каждом доме в Узбекистане помнит о том, как дорого обошлась нам победа над фашизмом, какой большой вклад внес в нее наш народ. Сотни узбекистанцев были удостоены звания Героя Советского Союза, тысячи награждены боевыми орденами и медалями. Мы с гордостью вспоминаем тех, кто в годы войны день и ночь трудился в тылу и, отказывая себя практически во всем, поставлял на фронт необходимую военную технику, боеприпасы, обмундирование, лекарства и продовольствие. Благородство, великодушие и гуманизм нашего народа ярко проявилось и в том, что Узбекистан принял около 1 миллиона человек, эвакуированных из районов, где шли бои. Прежде всего детей, женщин, стариков, с которыми здесь делились кровом и последним куском хлеба, согревали теплом своих сердец, добротой и щедростью души. Те суровые военные годы еще раз подтвердили, насколько велики духовная сила нашего народа, его мужество и стойкость в преодолении тяжелейших испытаний. Именно на таких примерах проявления лучших человеческих качеств, присущих нашему народу, духе уважения национальных и общечеловеческих ценностей, мы должны воспитывать сегодня молодое поколение нашей страны. Дорогие ветераны, как вам известно, в нашей стране по инициативе первого президента Узбекистана, уважаемого Ислама Абдыганиевича Каримова, стало доброй традицией отмечать 9 мая как День памяти и почестей. Посвященное этой знаменательной дате мероприятие проводится в эти дни не только в столице, но и во всех областях и районах нашей страны. Люди чтят память погибших на Второй мировой войне соотечественников, возглавляя цветы к подножию монументов на площадях памяти. Мы все проявляем большое уважение и внимание к живущим рядом ветеранам войны и труда, людям старшего поколения, обеспечившим нынешнее благополучие и процветание Родины. Вместе с тем мы, сколько бы ни прошло лет или десятилетия, всегда будем чувствовать себя в долгу перед вами, дорогие наши ветераны. Поэтому делаем все от нас зависящее, чтобы окружить вас еще большей заботой, сделать вашу жизнь еще более содержательной. Среди таких принимаемых нами мер, в частности, повышение размеров пенсий, улучшение социального обеспечения, медицинского обслуживания, условия жизни и быта наших ветеранов и старшего поколения, усиленная помощь, оказываемая государством одиноким пожилым людям, инвалидам, всем, кто нуждается в особой поддержке. Хочу вас заверить,
что и впредь этот важнейший вопрос будет находиться в центре внимания нашего государства и общества. Это не только наша служебная обязанность, но и высший человеческий долг. Еще раз от всей души поздравляю вас с сегодняшним праздником. Желаю всем вам здоровья, долгих лет жизни и семейного благополучия. Hurmatli anjuman ishtirokchilari, mana shu qutlug' bayram kunlarida butun xalqimiz bunday dahshatli urush endi hech qachon qaytmasin deb chin dildan niyat qilmoqdalar. Bugungi tinch va osoyishta farovon hayot uchun shukronalar bildirmoqdalar. Dunyoda turli qarama-qarshiliklar keskinlashib, terrorizm, ekstremizm xavfi kuchayib borayotgan hozirgi murakkab va tahlikali zamonda tinchlik degan bebaho ne'matning qadr-qimmati va ahamiyati tobora oshib bormoqda. Biz o'zbek xalqiga tinchlik va omonlik kerak degan da'vatning mohiyatini chuqur anglagan holda tinchlik uchun har birimiz mas'ul ekanimizni unutmasdan doimo hushyor va ogoh bo'lishimiz shart. Bizning qabul qilinayotgan barcha qonun va qarorlarimiz, reja va dasturlarimiz bu mamlakatimizning yangilash va modernizatsiya qilish, iqtisodiy islohotlarni chuqurlashtirish bo'ladimi? Davlat hokimiyati boshqaruv tizimi, huquq-tartibot, sog'liqni saqlash, tarbiya, ta'lim sohalari faoliyatining takomillashtirish bo'ladimi? Qurolli kuchlarimizning jangovar salohiyatini oshirish bo'ladimi? Bularning barchasi ana shunday ezgu maqsadlarga qaratilgani o'ylaymanki, sizlar yaxshi tushunasizlar. Bugungi qutlug' ayyomda ota-bobolarimizning shonli an'analarini munosib davom ettirib, vatan himoyasi yo'lida o'zini ayamasdan fidokorona xizmat qilayotgan mard va jasur askarlarimiz, ofitser va generallarimizga xalqimiz nomidan, o'z nomimdan samimiy minnatdorchilik izhor etaman. Fursatdan foydalanib bugungi davramizda ishtirok etayotgan diplomatik korpus vakillariga, barcha chet ellik mehmonlarimizga o'zimning yuksak hurmat va ehtiromimni bildirib, ularning mamlakatlari va xalqlariga ham tinchlik, omonlik hamda ravnaq tilayman. Aziz va muhtaram yurtdoshlar, barchangizni 9-may xotira va qadrlash kuni bilan yana bir bor qutlab, sizlarga sihat, salomatlik, baxt, saodat, xonadonlaringizga fayzli baraka tilayman. Yurtimiz tinch, osmonimiz musaffo, xalqimiz omon bo'lsin. Umuman bugun mana shu tabiatga sizlarni olib kelganimizni tagida bir gap borki, tabiatga yaqin bo'lgan insonni ko'ngli, bag'ri, mehri, muhabbati yaqinroq bo'ladi. Shuning uchun mana hamma uzoq-uzoq viloyatlardan muhtaram mana shu urush qatnashchilarimizni, faxriylarimizni, nuroniylarimizni berga olib kelib, sizlar bilan bir maslahat qilishimizni tagida eng katta ma'no, mazmun biz har safar sizlardan o'rganmoqchimiz. Sizlarda har bir gaplaringiz bu kelajak yoshlarimizga, kelajak hayotimizga katta zamin. Bugun mana shu davrada o'tirib, sizlarni iloji boricha salgina bo'lsa ham kayfiyatlaringni ko'tartirishga xizmat qilsak, o'zimizni urf-odatimizda xuddi bir oilada, uyda farzandlaring bilan birga o'tirganlardek o'tirsak, men bugungi shu niyatimiz va bugungi darsoxonamizni muddosiga yetgan bo'lardik. Ertaga joylarga borib, nevaralarga, farzandlarga, qo'shnilarga, umuman xalqimizga mana shu muhitni yetkazsalar. Mani bitta istagim bor. Ko'proq mana shu Oynai jahon ro'znomalarda chiqib, hozir mana shu halol pok ishlatgan vatandoshlarimizni qo'llab-quvvatlab, yoshlarimizga katta tarbiya berib, qattiq shu muhitni qo'lga ushlab, faqat mana shu ertangi kunimizga ishontirib, inontirib yashashga sizlarni sihat salomatliklaring, sog'liklaring bizga har qachongidek bugun kerak. Maqsad muddaomizni tagida bitta narsa yotibdi. Mana shu globallashuv zamonida
juda katta qarama-qarshilik, ziddiyat, to'qnashuvlar, ana shu notinch zamonda tinchlik, osoyishtalikni kim qadriga yetadi? Faqat sizlar yetasizlar. Yoshlarimizni sizlar tarbiya qilasizlar deb juda katta umid, niyatda oldimizga juda katta vazifalar qo'ydik. Bu vazifalarni sizlarsiz bajarish, bu vazifalarni sizlarni ko'maklaringsiz bajarish mutlaqo men o'ylayman bajarib bo'lmaydi. Shuning uchun sizlar qayerda bo'lishlaringdan qat'iy nazar, qaysi jarayonimizda u maktab bo'ladimi, kollej bo'ladimi, oliygoh bo'ladimi, mahalla bo'ladimi, dalada fermer bo'ladimi, sizlarning fikrlaring, sizlarning niyatlaring, sizlarning shukronalaring, sizlarning shunday zahmat kechib katta mashaqqat bilan shu kunlarda olib kelganlaring, bu albatta tilla harflar bilan mana shu jonajon vatanimizni tarixiga yozilgan va kelajakda ham albatta yoziladi. Shuning uchun men sizlarni shu ko'proq ko'rib, iloji bo'lsa bugun hammalaring bilan ko'rib chiqmoqchiman. Bugun odamlar qandaydir bir umid bilan yashayapti, niyat bilan yashayapti. Bu niyatlarni hozirgi mana shu harakat strategiyamizni 5 yilga qabul qildik. Albatta har bir soha bo'yicha katta qarorlar qabul qilyapmiz. Lekin bu qaror qog'oz. Uni amalga oshirish u juda mashaqqat, juda og'ir, juda ko'p harakatlar kerak. Yangi odam tug'ilish kerak, odamlarni inontirish kerak, odamlarni ishontirish kerak. Bu oson emas. Lekin men bitta narsaga ishonaman, faqat sizlarga ishonaman. Sizlarni bir og'iz aytgan gaplaring hammaga insof beradi. Shaytonga zo'r bermasdan iymonga zo'r beradi degan katta meni ishonchim bor. Mana shu jonajon vatanimizni ertangi kuni, jonajon O'zbekistonimizni mana shunday buyuk kelajagi uchun nevaralarimiz, farzandlarimizning sog' omon bo'lib, mana shu sizlarning ulug' yoshlaringga kirgancha zamonimiz tinch bo'lishi kerak, osmonimiz musaffo bo'lishi kerak. Bu uchun kurashishimiz kerak. Kurashni kimdan o'rganamiz? Faqat sizlardan o'rganamiz. Yana bir marta aziz otalarimiz, hurmatli veteranlarimiz, buyuk mana shu g'alabani qozonishda qilgan juda katta jasorat, mardliklaring uchun hammalaringning oldida ta'zim qilib, tasanno rahmat demoqchiman. Shundan so'ng teatrlashtirilgan badiiy kompozitsion konsert dasturi namoyish etildi. Assalomu alaykum muhtaram faxriylar, aziz do'stlar, hurmatli mehmonlar. Assalomu alaykum xonimlar va janoblar. Barchangizni bugungi qutlug' bayram, xotira va qadrlash kuni hamda 2-jahon urushida qozonilgan buyuk g'alabaning 72 yilligi bilan chin yurakdan tabriklaymiz. Aziz do'stlar, bu ezgu kunda ona yurtimiz ozodligi yo'lida o'z jonini qurbon qilgan fidoi vatandoshlarimizning porloq xotirasini yana bir bor chuqur hurmat bilan yodga olamiz. Xalqimizning siz kabi mard va jasur farzandlari borligidan faxrlanib, hamisha shukronalar aytamiz. Bugungi barcha samimiy tilaklarimiz, kuy va qo'shiqlarimiz sizlar uchun. Ma'lumki, 2-jahon urushi yillarida butun xalqimiz qatori ko'plab atoqli ijodkorlarimiz ham buyuk g'alabaga ulkan hissa qo'shdilar. Bugungi badiiy dasturimizda ularning yorqin xotiralarini yod etish hamda o'sha og'ir va mashaqqatli yillarning muhitini aks ettirishni o'rinli deb bildik.
Toshkentdan gapiramiz. Внимание! Передаем важное правительственное сообщение. Сегодня в 4 часа утра, без всякого объявления войны, германские вооруженные силы атаковали границы. Началась Великая Отечественная война против немецко-фашистских захватчиков. Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами. Qonli urush boshlangan birinchi kunlardanoq adoqli shoirimiz Hamid Olimjon qo'lingga qurol ol she'ri bilan butun xalqimizni safarbarlikka chorlagan edi. Hayot qaynab tong tumanida, ko'z ilg'amas el o'rmonida, zo'r o'lkaning qaynoq qonida hukm surar safarbar bir hol. Qo'lingga qurol ol. Ko'rsin desang jahonni ko'zim, o'ssin desang bog'imda uzum, umid bilan o'stirgan qizim desang agar bo'lmasin uvol. Qo'lingga qurol ol. Bo'lsin desang dunyo senga teng, qolsin desang qo'lingda erking, bo'lay desang sen odamga teng, bo'lmay desang yovlarga hammol. Qo'lingga qurol ol. Jon yurtingga bosib kelgan yov, tog'laringda qilolmasdan ov, sen quvganda piyoda yayov, qochsin desang go'yo qoramol. Qo'lingga qurol ol. Qizil O'zbekiston gazetasining 1944-yil 24-dekabr sonida e'lon qilingan ma'lumotga ko'ra, O'zbekiston xalqi tank kolonnasi va avia eskadriliyasi qurilishi uchun 620 million 531 ming so'm mablag' to'pladilar.
olsun menga alam. Uyg'on bolam, seni emasmi ko'zimdagi oqu qoramay. Vavduston taxtalar ekan dalam. Uyg'on bolam, tinchmasam sen tinib yotmoq bilan. Uyg'on bolam, qo'llaringla yog'ga tosh otmoq bilan. Qadamlar, qadamlar, og'ir qadamlar, etiklar zarbidan titraydi tuproq. Qayerga ketmoqda shuncha odamlar? Nahotki yo'llari shunchalar yiroq. Ana ko'ryapsanmi mening dadamlar? Dada, ovozim hech chiqmaydi biroq. Yuguraman, ortga ketar qadamlar, yig'layman, ko'zimga kelmaydi namlar. Murg'ak vujudimda faqat zo'r titroq, bo'g'zimda alamlar, achchiq alamlar. Yo'lning o'rtasida turibman, shok poyezd qichqiradi. To'xtang odamlar, qayga ketmoqdasiz? Qani dadamlar? Canım arzularing oqlayoturman. Ona canım arzularing oqlayoturman. Sergak bo'lib hurvatanni saqlayoturman. Sen aytgandek qonli jangdan qo'rqmas botirman. Frontlarda kenja doim oldimda. Omon bo'lib qaytgin degan so'zing yodimda. Tahraylasam harom bo'lur dushman oldimda. Dongor bo'lib qaytgin degan so'zing yodimda. Mardlik degan ulug' nomni ko'ksimda oqlab, vatanimiz sharafini dilimda saqlab, tinchlik tarafdori bo'lgan qonunni yoqlab, salom yozdim onajonim seni yodlab.
salom yozdim. Onajonim seni yodlab. Yigitlar maktubin bitganda qondan, kelinlar firog'dan chekkanda yahu, uning ham panohi qaytmadi jangdan. 19 yoshida beva qoldi u, sevgidan yetim u, umrdan yarim, qurigan ko'ksida yolg'iz belanchak. Abadiy firoqni hayhot do'stlarim, abadiy visol deb bildi kelinchak. Qaqragan lablarda olovli nafas, kechalar kechmishin ayladi ko'mir. Parishon sochlari yor ko'ksi emas, muzdayin bolishda qoldi bir umr. Yillar ham o'tdilar, hamon u yolg'iz, mung'ayib termular botguvchi kunga. Ey nomard tabiat, bormi senda his, qaytadan baxt bersang bo'lmasmi unga? Nahot ish qismati buncha berahm, bunchalar buyuksan vafo shevasi. Sengadir hurmatim, senga sharafim, qahramon jangchining sodiq bevasi. Nazokat paytimiz, yaqinroq keling, buyuk zot qoshida aylangiz salom. Shu sodiq bevaga sajdalar qiling, shu sodiq bevaga aylang ehtirom. Hatto zev ziynatni yulqib ziyoda, haykal ham qo'yingiz bamisli xayol. Shundaylar bo'lmasa agar dunyoda, bu qadar muhtaram bo'lmasdi ayol. Xotin qizlarimiz nafaqat front ortida, balki urushning qonli jabhalarida ham munosib qahramonlik ko'rsatdilar. Ular orasida mashhur snayper Zebo G'aniyeva ham bor edi. Jasur jangchi Zebo G'aniyevaning jasorati haqida kuylovchi qo'shiq ham urush maydonlarida yaratilgan.
1943-yilda ikki jangchi badiiy filmi O'zbekistonda suratga olingan edi. Mashhur Temная ночь qo'shig'i ilk bor ushbu filmda Mark Bernes ijrosida yangragan edi. Темная ночь, только пули свистят по степи, только ветер гудит провода, тускло звезды мерцают. В темную ночь ты, любимая, знаю, не спишь, и у детской кровати тайком ты слезу утираешь. Как я люблю глубину твоих ласковых глаз, как я хочу к ним прижаться сейчас губами. Темная ночь разделяет, любимая, нас, и тревожная черная степь пролегла между нами. Верю в тебя, дорогую подругу мою, эта вера от пули меня темной ночью хранила. Радостно мне, я спокоен в смертельном бою, знаю, встретишь с любовью меня, чтоб со мной не случилось. Смерть не страшна, с ней встречались не раз мы в степи. Вот и теперь надо мною она кружится. Ты меня ждешь и у детской кроватки не спишь, и поэтому знаю, со мной ничего не случится. Chaman bo'lgan cho'llarda to'y qilaylik, yigitlar, jon yigitlar. Mehnatda doim taratgan mardona sho'x yigitlar, ishda o'zgan qizlarga parvona sho'x yigitlar, jon yigitlar. Cho'lda bahor yaratgan qalbi, bahor yigitlar, jon yigitlar.
va men qaytarman. Faqat kutgil, juda intizor. Kutgil. Yomg'ir zeriktirganda meni kutgil, yoqqanida qor. Atrofingni harorat qoplab, yer u ko'kni chang tutganda kut. Boshqalarni kuzatgan do'stlar kechagina unutganda kut. Xat kelmasdan uzoq yerlardan yuragingni qilganida qon. Kutgil senla birga kutganlar zerikkandan chekkanda fig'on. Meni kutgil va men qaytarman. Bo'lsa hamki ranging zafaron, yoring qaytmas umidingni uz deganlarga tilama omon. Mayli o'g'lim, singlim, volidam mayli, aza ochsin men yo'q tufayli. Kutaberib sabri tugagan yoru do'stlar, oshnalar mayli. Ayriliqqa berolmasdan top, achchiq ichsinlar sharob. Meni kutgil va men qaytarman. O'limlarni qoldirib dog'da, ishi o'ngdan kepti desinlar. Kutmaganlar meni u chog'da. Yot tuyular kutmaganlarga bunday ajib toleing sening. Kuta meni ofatdan omon saqlab qola olganing. Qanday omon qolganligimni yolg'iz senga aytarman sirdosh. Kuta olding meni sen faqat. Buyuk edi sendagi bardosh. Urush davrida O'zbekistonga front hududlaridan 1 milliondan ortiq kishi evakuatsiya qilindi. Ularning 200 ming nafari bolalar edi. Yuzlab o'zbek oilalari bu bolalarni o'z tarbiyasiga oldi. Toshkentlik Shomahmudovlar oilasi 14 nafar. Kattaqo'rg'onlik Samadovlar oilasi 12 nafar. Buxorolik Jo'rayeva va Ashurxo'jayevalar oilasi 8 nafardan bolani o'z bag'riga oldilar. Bunday misollarning son-sanog'i yo'q. Sen yetim emassan. O'zbek shoirining qalb qa'ridan otilib chiqqan bu samimiy so'zlar butun o'zbek xalqining ovozi bo'lib yangragan edi. Sen yetim emassan. Tinchlan jigarim, quyoshday mehribon vataning onang, zaminday vazmin u mehnatkash mushfiq, istagan narsangni tayyorlaguvchi xalq bor, otang bor. Cho'chima jigarim, o'z o'yingdasan. Bu yerda na g'urbat, na ofat, na g'am. Bunda bor harorat, muhabbat, shafqat va mehnat nonini ko'ramiz baham. Sen yetim emassan, uxla jigarim. Bu yerda muzlagan ajdar xalqumli vahshat to'plarining qahqahasi yo'q. Bu yerda odamzod shaklida yurgan la'nati devlarning manfur yuqumli maraz namoyishi topolmas huquq. Ulug' jang kunidir, jangki beamon, lashkar degan axir bexatar bo'lmas. Otang o'lgan bo'lsa, qayg'irma qo'zim, ko'zim usti minnating boshingdadir ra. Shu sog'lom havoda salomat amon, xo'rsinmay erkalab ola ber nafas. Salom azamatlar. Salomat bo'ling. Do'stlarim, xalqimizning suyukli san'atkori Tamaraxonim o'z qo'shiqlari tushirilgan mana bu plastinkani jo'natibdilar. Bir mazza qilib eshitaylik-a. bahar qilding nega g'ayrat tuzib bazmi mani beqaror qilding
яблони и груши, поплыли туманы над рекой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой. Выходила, песню заводила про степного сизого орла, про того, которого любила, про того, чьи письма берегла, про того, которого любила, про того, чьи письма берегла. Ой, ты песня, песенка девичья, ты лети за ясным солнцем вслед, и пойду на дальнее пограничье, от Катюши передай привет. И пойду на дальнем пограничье, от Катюши передай привет. Пусть он вспомнит девушку простую, пусть услышит, как она поет. Пусть он землю бережет родную, а любовь Катюша сбережет. Пусть он землю бережет родную, а любовь Катюша сбережет. Расцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой. Внимание! Говорит Москва. 8 мая 1945 года в Берлине представителями германского верховного командования подписан акт о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил. Великая Отечественная война, которую вел советский народ против немецко-фашистских захватчиков, победоносно завершена. Германия полностью разгромлена. Отгорелые в пыли, этот день мы приближали как могли. Этот день победы порохом пропах. Это праздник с сединою на висках. Это радость со слезами на глазах. День победы. Дни и ночи у мартеновских печей не смыкала наша Родина очей. Дни и ночи битву трудную вели, этот день мы приближали как могли. Этот день победы порохом пропах. Это праздник с сединою на висках. Это радость со слезами на глазах. День победы, день победы, день победы. Здравствуй, мама, возвратились мы не все.
босиком пробежаться по росе. Пол Европы прошагали пол земли. Этот день мы приближали как могли. Этот день победы порохом пропах. Это праздник с сединою на висках. Это радость со слезами на глазах. День победы, день победы, день победы. Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины. O'tganlarni yod aylash, ruhlarini shod aylash, tiriklarni avaylash insoniylik qarzimizdir, rahmoniylik farzimizdir. Atoqli shoir Rasul Hamzatovning urushda halok bo'lgan jangchilar xotirasiga bag'ishlangan Turnalar she'ri juda mashhur bo'lib ketgan. She'r qo'shiqqa aylanib, millionlab qalblarni zabt etgan. Bugungi kunda ushbu qo'shiqqa bag'ishlangan yodgorlik majmuasi Chirchiq shahrida qad rostlab turibdi. Мне кажется порою, что солдаты с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в белых журавлей. Они до сей поры с времен тех дальних летят и подают нам голоса. Не потому так часто и печально мы замолкаем, глядя в небеса. Летит по небу клин усталый, летит в тумане на исходе дня, и в том строю есть промежуток малый. Быть может, это место для меня. Настанет день, и журавлиной стаей я поплыву такой
черной мгле. Из-под небес по птичьи окликая всех вас, кого оставил на земле. Senindir, bu vatan manındır. Ko'z ochib ko'rganing, bemalol yurganing. Bu vatan o'z uying, maskaning, obro'ying. Bu vatan senindir, bu vatan manındir. Vatanni sevmoqlik sharafdir, nechog'lik. Qiyosdir, aslida merosdir. Unga och quloching, oshirgay quvonching. Yashargay yangidan, bilingay rangidan. Bu vatan senindir, bu vatan manimdir. Vatanni sevmoqlik sharafdir, nechog'lik. Bu vatan mangudir, qalbudir, jongudir. Muqaddas ulug'vor ajdodlar hoki bor. Ko'zlayin aslagin, o'zlayin aslagin. Bu vatan
uyquda yotganmikin yoki qilgan nolishim uyqudan uyg'otganmikin biz tarafga bir kirishli ixtiyor aylab magar biz tarafga bir kirishli ixtiyor aylab magar yoki mendan o'zgani ham bemajol etganmikin atri bo'yi yordimog'iga yetishgach sabab tong shamoli ko'kilinmush keyin qo'zg'atganmikin tun yarimda kun tug'urdi yoki beparvo chiqib tun yarimda kun tug'urdi yoki beparvo chiqib zulf arosidan yuzini oyga ko'rsatganmikin oftobi tal'ati bisor qilganda tuluq to'lgan oy singan soqolga o'zni o'xshatganmikin kapkidek mastona parvoz aylaganda ul pari kapkidek mastona parvoz aylaganda ul pari ovchilar domiga o'zni yo'lda ushlatganmikin yorni oynakdan qarang noz uyquda yotganmikin kel bo'yingdan o'rgilay yor bog'da kutarman sog'ni ishqimda zavruldum nitay g'amgin dumog'man ishqimda zavruldum nitay g'amgin dumog'man bimori furqatimman zoirda sog'man aqli o'qishim sening bilan o'zdin yog'man ko'rsat yuzingni tavbi nurli chog'man ajringda dardu g'am bila hasadda dog'man ajringda dardu g'am bila hasadda dog'man Bildim cemalim
حسرت دومن عجلی در دوغم بلا حسرت دومن Shaydan
cilve kılbicap Kıldın bir bakışla husnuna şeyda cilve kılbicap Gözler misafir odam
yurak kuysa qandayin kulay, dardim qanday oromga ulay, sadoqatga mayli qul bo'lay, gar sog'insam seni naqlay. Yurak kuysa qandayin kulay, dardim qanday oromga ulay, sadoqatga mayli qul bo'lay, gar sog'insam seni naqlay. Qayg'ulardan visoling suray, qayerlarga yuzimni buray, qayqushlarla men suhbat quray, gar sog'insam seni naqlay. Qayg'ulardan visoling suray, qayerlarga yuzimni buray, qayqushlarla men suhbat quray, gar sog'insam seni naqlay. Sabrim tog'im nuray boshlasa, tufayli ko'zim yoshlasa, gumon jonga qarmoq tashlasa, gar sog'insam seni naqlay. Sabrim tog'im nuray boshlasa, tufayli ko'zim yoshlasa, gumon jonga qarmoq tashlasa, gar sog'insam seni naqlay. Yurak kuysa qandayin kulay, dardim qanday oromga ulay, sadoqatga mayli qul bo'lay, gar sog'insam seni naqlay. Gul bermasga armon bo'lmoqqa, qararim yo'q bundayin qolmoqqa, qararim yo'q bundayin qolmoqqa. Gul bermasga armon bo'lmoqqa, qararim yo'q bundayin qolmoqqa, qararim yo'q bundayin qolmoqqa. Aslo toqat qilmam tolmoqqa, aslo toqat qilmam tolmoqqa, gar sog'insam seni naqlay. Qayg'ulardan visoling suray, qayerlarga yuzimni buray, qayqushlarla men suhbat quray, gar sog'insam seni naqlay. Gar sog'insam seni naqlay. Yurak kuysa qandayin kulay, dardim qanday oromga ulay, sadoqatga mayli qul bo'lay, gar sog'insam seni naqlay. Gar sog'insam seni naqlay. Bag'ringni
azaldan ta abad ko'nglim giriftoring sening chora qil kim bo'ldi jonim asru afgoring sening ey azaldan ta abad ko'nglim giriftoring sening chora qil kim bo'ldi jonim asru afgoring sening dilbarimning mazhabida yo'q turur rasmiy vafo ey ko'ngilni yerga yetkay nolai zoring sening dilbarimning mazhabida yo'q turur rasmiy vafo ey ko'ngilni yerga yetkay nolai zoring sening 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 ey azaldan to abad ko'nglim giriftoring sening chora qil kim bo'ldi jonim asru afgoring sening 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 chog'da qoshimga tengri uchun kelbegim bori ko'rmish bo'lg'amen bir lahza didoring sening jon berur chog'da qoshimga tengri uchun kelbegim bori ko'rmish bo'lg'amen bir lahza didoring sening shar ichida bo'lsa usruk so'ziga yo'q e'tibor qonima bergay tanuqliq ikki ayyoring sening shar ichida bo'lsa usruk so'ziga yo'q e'tibor qonima bergay tanuqliq ikki ayyoring sening 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 ey azaldan to abad ko'nglim giriftoring sening chora qil kim bo'ldi jonim asru afgoring sening 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 dilbarimning mazhabida yo'q turur rasmiy vafo ey ko'ngilni yerga yetkay nolai zoring sening 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 ey azaldan to abad ko'nglim giriftoring sening chora qil kim bo'ldi jonim asru afgoring sening 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 keladi
quyosh dugonasi, hatto go'zal yagonasi, ko'ngillarni sevintirgan binafsha. Kulgan quyosh dugonasi, hatto go'zal yagonasi, ko'zlarimni quvontirgan binafsha. Kel holing so'ray, yaprog'ing o'pay, gulsan muloyim, kaftimda tutay. Binafsha, binafsha, binafshagina, nettigina, beozorgina. Keladi, keladi bahor sen uchun, sen baharga poyandoz uchun. Binafsha, binafsha, binafshagina, nettigina, beozorgina. Keladi, keladi bahor sen uchun, sen baharga poyandoz uchun. O'zbekiston vatanim, bahbahorim chamanim, yurt yagona tanho, eliga fido jondanim. Shu qaynoq quchog'im, ko'ziga surtib tuprog'im, hurlik qo'shig'in kuylab, o'paman yurt bayrog'im. Yalla, 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 taronaman, allaman. Yalla, 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 yurt ishqida yonaman. Yalla, 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 taronaman, allaman. Yalla, 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 yurt ishqida yonaman. Odam odamni deydi, sog'lom olamni deydi. Oshq aqli vafoli, sodiq sanamni deydi. Sadoqatdan kuylayman, oqibatin o'ylayman. Muhabbatsiz hayot yo'q, sadoqatdan so'ylayman. Yalla, 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 taronaman, allaman. Yalla, 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 yurt ishqida yonaman. Yalla, 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 taronaman, allaman. Yalla, 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 yurt ishqida yonaman. Yalla, 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 taronaman, allaman. Yalla, 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 yurt ishqida yonaman. Yalla, 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 taronaman, allaman. Yalla, 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 yurt ishqida yonaman. Siz mardlar avlodi, sizdagi g'urur, po'lat nayza kabi o'tkir bukilmas. Shunqor ko'kragingiz istehkomdan zo'r, chunki pok havodan olmishdir nafas. Botir ko'ksingizda porlagan yulduz
olamni qilajak misoli kunduz. Chunki bu yulduzda aks etar so'zsiz ulug' bir o'lkaning duraxshonlari, qahramon o'tmishning asl shonlari. Qadrli yurtdoshlar, muhtaram otaxon va onaxonlar, bugungi tantanamizni yakunlar ekanmiz. Barchangizni yana bir bor bayram bilan qutlab, sizlarga sog'lik, omonlik, tinchlik, xotirjamlik tilab qolamiz. Yurtimiz doimo tinch, osmonimiz hamisha musaffo bo'lsin. Sog' omon bo'ling azizlar.